So'nggi vaqtlarda skuter va moped haydovchilari ishtirokida yo'l harakati qoidalari buzilish holatlari ko'payib bormoqda. Ko'pchilik haydovchilar ushbu transport vositalarini boshqarish uchun qanday toifadagi haydovchilik guvohnomasi talab etilishi va davlat raqam belgisini olish tartibini hanuzgacha bilishmaydi. Agar transport vositasi moped yoki skuter bo'lib, ish hajmi 25 sm3 gacha bo'lsa, uni boshqarish uchun A1 toifasi talab etiladi. A, B, C yoki D toifadagi haydovchilik guvohnomasiga ega shaxslar esa qo'shimcha ravishda A1 toifasini olmasdan ham boshqarish huquqiga ega. Vazirlar Mahkamasining 408-sonli qaroriga muvofiq A1 toifasiga moped va skuterlar, shuningdek, ish hajmi 25 sm3 gacha bo'lgan yoki quvvati 0,25 kW gacha bo'lgan kichik hajmdagi mototransport vositalari kiradi. A1 toifasini olish uchun fuqarolar o'quv markazida majburiy o'qishni o'tamasdan mustaqil tayyorlanib, to'g'ridan-to'g'ri nazariy va amaliy imtihon topshirishlari mumkin. Agar transport vositasi mototsikl yoki elektromototsikl bo'lsa, unda A toifadagi haydovchilik guvohnomasi talab etiladi. A toifasini olish uchun nazariy qismini mustaqil o'rganish mumkin, ammo amaliy mashg'ulotlarni litsenziyalangan o'quv tashkilotida o'tash va elektron tasdiqnoma olish shart. Shuningdek, skuter yoki mototsiklda harakatlanish uchun transport vositasi belgilangan tartibda ro'yxatdan o'tkazilib, davlat raqam belgisi olinishi lozim. Bunday holatda haydovchiga nisbatan amaldagi qonunchilikka muvofiq, ya'ni Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 135-moddasiga muvofiq ma'muriy chora ko'rilib, transport vositasi jarima maydoniga joylashtiriladi. Eslatib o'tamiz, tegishli toifadagi haydovchilik guvohnomasisiz transport vositasini boshqarish, shuningdek, davlat ro'yxatidan o'tkazilmagan yoki davlat raqam belgisiz transport vositasini boshqarganlik uchun jarima maydoniga olib kirilgan skuter va mopedlar Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 291-moddasiga asosan ushlab turish sabablari bartaraf etilmagunga qadar egasiga qaytarilmaydi. Hurmatli fuqarolar, skuter, moped va mototsikllarni boshqarishdan oldin tegishli toifadagi haydovchilik guvohnomasini rasmiylashtiring. Transport vositangizni ro'yxatdan o'tkazing va davlat raqam belgisini oling. Bu nafaqat qonun talabi, balki o'zingiz va atrofdagilar xavfsizligi uchun ham muhimdir.